Hozir shunda bizada chatga yig'ilgan qizlarimiz ko'pchiligi eri pul bermaydigan qizlar. To'g'rimi? Chunki erim pul bermaydi, eridan yoki pul olish qiyin bo'lgan qizlar. Yoki eri pul bersa ham hisoblab beradi, yoki faqat ro'zg'or uchun beradi, yoki faqat bolalari uchun beradi. Endi hozir men sizlarga bitta savol beraman. Men ishonchim komil, shuncha yil masalan shu turmushingiz davomida hech bo'lmasa bir marta bo'lsa ham eringizdan pul olgansiz. Bu aniq. Yoki o'sha turmushingizni boshida olgan bo'lishingiz mumkin yoki turmush qurmasingizdan oldin olgan bo'lishingiz mumkin. Qachon pul olgansizlar? Bir eslab ko'ringlar. Boshida mana turmush qurgan paytingiz, boshida pul so'raganingizda berganmi turmush o'rtog'ingiz? Olmagan bo'lishingiz mumkin emas. Endi yana bitta savol, keyingi savolga o'tamiz qizlarjonlar. Turmush o'rtog'ingiz bergan pulni nimaga ishlatgansiz? Eringiz nima narsa uchun pul beradi? Qaysi sabab uchun pul ola olasiz? Ishonchingiz komil shu narsa uchun aniq pul beradi. Masalan, kasal bo'lganingizda beradimi? Yoki bolalaringiz uchun beradimi? Yo uyingizda nimadir qolmaganda beradimi? Nimaga ishonchingiz komil? Eringiz qaysi narsa uchun aniq pul berishiga ishonchingiz komil? Sizni ongingizda nimani ahamiyati katta bo'lsa, shu narsa uchun eringiz pul beradi. Demak, sizni ichingizdagi ruxsat, erdan pul olish uchun ruxsat faqatgina shu zarur narsalaringizga bo'ladi. Siz o'ylaysiz, menga bo'laveradi, hozircha amallayman degan narsangiz uchun pul bermaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, o'zidan pul qizg'anadigan ayolga eri pul bermaydi hech qachon. O'zidan pul qizg'anadigan ayol kim? Hozir mana kim nima olgisi kelyapti-yu, lekin o'sha narsasiga pulini qizg'anyapti. O'zingizlar bilan chestna bo'lib yozinglar. Qo'yni olgisi kelyapti, mana bahor kelyapti, qo'yni olgisi kelyapti, lekin pul qizg'anyapsiz. Balkim pulingiz bordir unga. Balkim qayerdandir olishingiz mumkindir. Yoki bo'lmasa ba'zi ayollarda shunaqa narsa bor, men ishlash xohlayman deydi. Ishga kirish uchun rosa harakat qiladi. Ishlashini orqasida nima turadi? O'ziga qarash turadi. Bizani ko'pchilik o'zbek ayollarimiz ongida chiroyli kiyimni faqat ko'chaga kiyiladi deb o'rgatilinadi. Chiroyli kiyim, to'yga borishingiz uchun, masalan, yo'q joydan bo'lsa ham pul topib kiyim kiyasiz. Lekin o'zingizga kerak bo'lganda pul topib uyga bo'laveradi menga degan tushunchamiz bor. Uyda nima kiysam ham bo'laveradi, chunki meni ko'radiganlar kam. Uyimdagi hamma meni qanaqaligimni biladi. Shuning uchun men uyda kiyishim shart emas deb o'ylaymiz. Faqat ko'chadagi insonlarga ko'z-ko'z qilish uchun, ko'rsatish uchun, odamlar nima deydi, mana bu xunuk bo'lib ketibdi yoki bo'lmasa shunaqa ham kiyadimi demaslik uchun biz ko'cha uchun kiyamiz. Ko'ylak olgim kelyapti, lekin to'yga kiyaman deb o'zimni tiyib turibman, ko'ryapsiz-a? Nima bo'ladi? Uyga kiyishga ham, uyda ham chiroyli, zo'r, qimmat kiyim kiysangiz nima bo'ladi? Hozir yana bitta narsa bor ichimizda. Qaranglar qizlarjonlar, sizni energiyangizga, sizni go'zalligingizga, sizni latofatingizga, sizni mazza qilib kiyinib, mazza qilib o'zingizga qarab yuradigan kayfiyatingizga sizni farzandlaringiz va eringiz haqli aslida. Lekin biz ularga unchalik ham qilmaymiz. Biz tashqariga beramiz. Keyin nega bolalarim menga bee'tibor, nega erim menga bee'tibor deymiz. Chunki bizga ularning e'tibori shundoq ham kerak emas. Biz ko'proq tashqarini e'tiborini olishga harakat qilamiz. O'zidan qizg'anadigan ayollar sizga eringiz hech qachon pul bermaydi. Orzu ham qilmang. O'zidan uyidan masalan oddiy tapchika olayotganda ham o'zingizga yaxshisini, sifatlisini loyiq ko'rmayapsizmi? Eringiz sizga bu narsalar uchun, uy uchun kerak bo'ladigan narsalarni bermaydi. Siz o'zingizni nimaga loyiq ko'rmasangiz, siz o'zingizga nima olishdan pul qizg'ansangiz, o'sha o'zingizdan pul qizg'anayotgan narsalaringizga eringiz pul bermaydi. Eri gul bermaydigan ayollarga ham tegishli bu narsa. Masalan, o'sha eringiz sizga pul berdi, 2 million, 3 million pul berdi, masalan, olgin deb. Lekin siz borib o'zingizga 1 millioniga gul ola olmaysiz. Lekin biz erimizdan 1 millionlik gul kutamiz.
Masalan, bitta dona atirgul olib kelsa ham, boshqa ko'p qilib, katta qilib gul berayotgan, gul olayotgan erkaklardan shunaqa gul olayotgan ayollarga havas qilamiz. Lekin o'zimiz o'zimizga shu gulni olib berishga pulimizni qizg'anamiz. Chunki gulni ahamiyati nima? Birpasda so'lib qoladi, kerak emas menga. Uni o'rniga man bunaqa olaman, uni o'rniga bunaqa olaman. Biz tashqarini o'ylaymiz ko'proq. Har doim esingizda tursin, siz nimadan o'zingizga pul qizg'ansangiz, aynan o'sha narsa uchun eringiz pul bermaydi. Hech qachon mana sizlarga bitta anaqa hech qachon tug'ilgan kunga bытовой texnika, pilisos, soковыжималка, gaz, kir moshina unaqa narsalar hech qachon olmanglar qizlarjonlar. Siz tug'ilgan kunimga olib bering deyishingiz bu narsani. Bu kakta men ish qilaman, faqat ish qiluvchiman degan narsani beraveradi. Tasavvur qiling, sizni turmush o'rtog'ingiz sizga aytyaptilar. Mana uchastkamiz bitay deb qoldi. Mana shu tomini sen tug'ilgan kuningga yopib beraman degan gap bilan teng. Tushuna olsa, sen tug'ilgan kuningga sovg'a qilib, uchastkamizni tomini yopib beraman deyapti turmush o'rtog'ingiz. Sizni bытовой texnika sovg'aga olishingiz xuddi shu narsa bilan teng. Sizni uyingizni sharoiti, sizni uyingizda ish qiladigan komfortingiz bu shundoq ham olishingiz kerak bo'lgan narsa. Buni tug'ilgan kuningizga sovg'a sifatida olishingiz shart emas. Siz nimani amallayveraman, nimani men qilaveraman, menga bo'laveradi degan narsalaringiz bo'lsa, o'sha narsalar uchun turmush o'rtog'ingiz hech qachon pul bermaydi. Keyingisi, eringizni erkak sifatida tan olmayapsizmi? Eringiz sizga hech qachon pul bermaydi. Bu qanaqa ma'noda? Eringiz shu narsani masalan aytdingiz, eringizga men bir svetimizni qilib bering yoki bo'lmasa men bitta shkaf olishimiz kerak yoki men bitta bunaqa narsa olishimiz kerak deyapsiz. Bu narsaga ichingizda ishonchingiz yo'qmi? Baribir qilib bermaydi. Bo'ldi, hozir qilib beraman dedik, baribir qilib bermaydi degan ishonchingiz bormi? Bu yerda ham eringiz qilib bermaydi. Qachonki sendan so'ragandan ko'ra o'zim qilib olaman degan kibrdamisiz erkakga nisbatan? Men sendan kuchliroqman, men o'zim sendan ko'ra yaxshiroq qila olaman degan pozitsiyada turibsizmi? Eringiz sizda erkakni his qilishni boshlaydi. Eringiz hech qachon masalan erkaklar erkakga pul bermaydi. Men bu kamchiligingni qilib ola qol, men o'zingga ishlatgin deb erkakga pul bermaydi. Siz shunaqa o'ylaganingizda, o'zingizni eringizdan ustunman, u qo'lidan kelmaydi, men o'zim qilib tashlayman deb o'ylayotgan paytingizda eringiz sizda erkakni ko'radi. O'zi anglamagan holda sizda erkaklikni his qilaveradi. Shuning uchun xuddiki o'rtog'i bilan gaplashganda, erkak o'rtog'i bilan gaplashganda so'kib gapirishi mumkin, grubit qilib gapirishi mumkin, urishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Qachonki biz erkaklashib ketganimizda. Umuman sovg'a olmayotgan qizlarjonlar, o'zingiz tug'ilgan kuningizga eringiz sovg'a bermayaptimi? Birinchi o'zingizga sovg'a qiling. Nima olgingiz kelayotgan bo'lsa, nimalar kerak bo'lsa, o'shalarni yozib, birin-ketin o'zingizga sovg'a qiling. Bu birinchisi. Masalan, hozir sizlarga aytayotganim yechimga birinchisi. Ikkinchisi, turmush o'rtog'i kuchliligini his qilgan holda bitta kichkinagina qurt bo'lsa ham eringizga aytvorasiz. Kechki paytgami yoki bo'lmasam, ishdan kelishlariga ham просто chiroyli qilib. Masalan, o'sha qurt yegim kelayotganingizda olib oling, kakta. Shunaqa deb hech bo'lmasa mana shu kichkina qurtdan bo'lsa ham, konfetdan, shokoladdan bo'lsa ham, oddiy kichkina narsalardan so'rashni boshlaymiz erimizdan. Tushuna olasizlar qizlarjonlar. Bu narsani siz mana shu uzog'i 1 yil, 2 yil davomida buni uy darajasiga, mashina darajasigacha olib chiqasiz keyinchalik. Shungacha ham kelasiz. Biz so'ragimiz ham kelmaydi kichkina narsani. Hozir shuncha gapini eshitgandan ko'ra o'zim olib kelganim yaxshi. Bitta shu kichkina qurtni ham so'raymanmi deymiz yoki kichkina bitta pistani semechka so'raymanmi yoki shokolad so'raymanmi, undan ko'ra o'zim olib olaman deymiz. Yoki bo'lmasa shunga ham hozir pul yo'q deydi. Biz ko'pincha olib kelishiga ishonmaymiz ham. Bitta so'raymiz, o'zidan o'sha keyin xafa bo'lib yuraveramiz. O'zi eringiz bilmaydi ham nimaga xafa bo'layotganingiz. Biz o'zi topib olsin, meni xafa qildimi, meni xafa qilish qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman deymizda, keyin gal so'ramasdan yuraveramiz. So'rayvering, so'rashga haqqingiz bor. Yana bitta narsa bor, har oy masalan o'sha nafaqa deyiladi, mana dinda nafaqa deyiladi. Masalan, dinimizda bor nafaqa tushunchasi, ayoliga erkakni beradigan nafaqasi. Buni orqasida nafaqani ayol nimaga oladi? Faqatgina siz
o'sha unga qilgan xizmatingiz uchun yoki bolalarini tug'ib berganingiz uchun emas. Siz unga nafaqani o'sha ichingizdagi o'sha sodiqligingiz uchun просто tak oladigan summangiz. Mana shu eringizni deb yurganingiz uchun, eringizni deb yashayotganingiz uchun, boshqalarga eringizga xiyonat qilmaganingiz uchun olinadigan summa bu nafaqa. Tushuna olasizlar qizlarjonlar? Bu просто tak xizmat qilsangiz ham, qilmasangiz ham oladigan pulingiz aslida. Bu narsa qaranglar qizlarjonlar, bu narsa faqatgina hozirgi holatingiz, turmush o'rtog'ingiz bilan bog'liq bo'lmaydi. Chunki turmushga chiqquncha biza katta ota-onamizning mehnati natijasi bo'lib biza boshqa xonadonga kelin bo'lamiz. Aynan o'ziga pul ishlata olmaydigan qizlar ham qizlik paytida pul qizg'angan qizlar. Yoki ota-onasi puli yo'q, hozir avaylab ishlat. Yoki bo'lmasa ishlagan pulini ota-onasiga bergan qizlar. Yoki sarpasini o'zi qilgan qizlar, ota-onasi topib bera olmagani, ularda ham ichida qizg'anchiqlik bo'ladi. Ularga ham atrofdagi siz mana masalan bitta narsani har doim eslab qoling. Dunyodagi hamma erkak bu sizni otangiz degan. Dunyodagi hamma erkak sizga qanaqa munosabatda bo'layotgan bo'lsa, bu otangizni sizga qilgan munosabatini ko'rsatib beraveradi. Yoki sizni otangizga bo'lgan e'tirozingizni ko'rsatib beradi. Dunyodagi hamma ayollar bu sizni onangiz degan. Dunyodagi ayollar bilan munosabatingiz sizni onangiz bilan munosabatingizni ko'rsatib beradi. Qaysidir joyda juda ham yaxshisiz, qaysidir joyda juda ham yomonsiz. Bu degani onangiz bilan qaysidir holatda yaxshi bo'lgansiz, qaysidir holatda yomonsiz degan. Shuning uchun ham masalan mijozlar bilan ishlagan paytda mana turmush o'rtog'i pul berishiga ishlagan paytda ham bir kunda natija bo'ladi. Chunki sizni ongingizda o'zgardimi, fikringiz o'zgardimi, avtomatik hamma narsa o'zgaraveradi. Dunyo sizdan boshlanadi. Sizni o'y xayolingizdan boshlanadi, sizdagi fikrlardan boshlanadi. Alloh taoloni hech bitta ishida adolatsizlik yo'q. Har bitta zarrasida adolat ishlaydi. Sizga o'sha o'y xayolingizda to'g'rilandimi o'sha nazaringiz? Eringiz pul berishiga bo'lgan nazaringiz, eringizga bo'lgan nazaringiz o'zgardimi? Yoki pulga nisbatan nazaringiz o'zgardimi? Avtomatik pul kirib kelishi boshlanadi. Men ham shokoladdan telefongacha so'rashga ko'targanman, iPhone olib beraman dedilar, inshaalloh. Молодец. Ko'ryapsizlar, sekin-sekin bo'ladi bu narsa. Siz bittada hozir masalan o'zingiz bitta qurt olib keltira olmaysizda eringizga, telefon desangiz hech qachon olib kelib bermaydi. Bunga sizni aqlingiz ko'nmaydi. Chunki menga zarur emas deb hisoblaysiz. Ko'pchilik mana ko'chada ishlashga harakat qilayotgan qizlar, ayollar, ko'chadan ish topishga yoki davlat ishida ishlashga harakat qilayotgan qizlarning orqasida uydagi shu holatidan qochish bor. Ya'ni hozirgi mana shu uycha, mana shu ishton xalatimdan mana bunaqa chiroyliroq kiyimga o'tsam-da, ko'chada mazza qilib chiroyli kiyinib yurib, o'zimni pulimga o'zimga ishlatsam qayerda? Shunaqa nazar ham bor, uydan qochish ham bor. Yana bitta narsa bor. Bizaga nimadir ish qilganimiz uchun pul olganmiz. Masalan, nimadir ish qilganingiz uchun pul oldingizmi? Sizni masalan bu yerda er bilan ham shu narsa ishlayveradi, loyiqlik hissi. Men erimga pul oladigan darajada yaxshi ayol bo'lmadim. Hozir mana qaranglar, shuni ham to'g'rilasangiz bo'ladi. Yozib oringlar, eri har doim ayoliga ko'p pul beradigan ayolning obrazi qanaqa sizlarda? U qanaqa bo'ladi? Qanaqa ayollarga er ko'p pul beradi, ko'p sovg'alar beradi, gullar beradi. U qanaqa obrazda? Sizni o'sha eri pul beradigan, eri gul beradigan, eri boshda ko'tarib yuradigan ayol obrazi qanaqa? Yozib oringlar shuni. Erkak tabiatan ovchi. Erkak tabiatan oilani boqish, ayolga pul berish instinkti bilan tug'ilgan. Ayol erini ayab, masalan, pul olmaydigan ayollar har doim o'sha nima deydi? Erini bola ko'rayotgan bo'ladi. Kakta o'sha yosh boladek ko'rayotgan bo'ladi. Sizni yosh bolangizni qanaqa ayingiz, qo'ldan kelmaydi, nima qilay endi, rahmim keladi. Siz yoningizda katta, kaktani baquvvat, kuchli, takoy bo'ladi-yu, nima deydi? Hamma narsa qo'ldan keladigan erkakni eringizda his qila olganingizda u avtomatik qilib beradi. Biz shu narsani his qila olmaymiz, qizlarjonlar. Biz bor pulimizni, bor energiyamizni tashqariga tikamiz. Ya'ni farzandlarimiz, erimiz bo'laveradi. Ular o'zimniki-yu bo'laveradi deymiz, lekin asosiy sizni energiyangizga haqli bo'lgan insonlar eringiz bilan farzandlaringiz bo'ladi. Biz ko'pincha tashqariga beramiz. To'yga bor yiqqan terganimizni sochib boramiz, to'ylarga ham. Kimdandir nimadirlar olib, polni
o'sha buyam qayerdagi yana o'sha ana kun tahlil qildik-ku ertaklarni. Bitta tasavvur qilinglar, Zolushka nima qilib borgan? O'zi uyida chuvrindi bo'lib, yirtiq kiyimlarda, eski bir narsalarda yurgan bo'lsa ham, to'yga qirolichalardek, malikalardek bo'lib borgan. Biz shuni o'rganganmiz. Biza to'yga malikalardek borgimiz keladi. Yo taqinchoqlarimizni olib, kimlardandir olib turib taqib bo'lsa ham bir narsa qilib amallab o'sha yerda malikadek yuramiz. Lekin uyga kelganda o'sha eski kiyimlarimiz, eskicha narsalarimizda yuraveramiz. Uyga bo'laveradi degan tushuncha. Mana shu uyga bo'laveradi degan nazaringizni o'zgartirganingizda, shu narsa teskari aylanganda, eringizda moshniy o'zgarish bo'ladi. Chunki erkak ayoldagi holatni oladi. Siz unga yonida yurib, o'sha yog'i hidi kelib turadigan xalatingizda, piyozi hidi kelib turadigan qo'llaringiz bilan yaxshi gapirib eringizni ruhlantiravering. U sizda faqat nimani ko'radi? Faqat sizda ishchini, xizmatchini ko'radi. Mana hozir o'zinglar ham ko'ryapsizlar mana. O'zinglar ham ko'ryapsizlar. Masalan, o'sha o'zingizni idealingizdagi, ya'ni eri pul beradigan ayollarga qo'ygan talabingiz. Sizdagi ayolga pul bermaydi demak. Masalan, o'sha pul beradi, qanaqa ayollarga pul beradi desangiz, sizni talabingizda shu narsami, o'zingiz ham mos keling shu narsaga yoki o'zgartiring u talabingizni. Ko'chadagi ayollar deganda ular qanaqa bo'ladi? Ko'chadagi ayollar, mana hozir bitta qizimiz yozganlar. Ko'chadagi ayollarga pul beradi deb yozganlar. Ko'chadagi ayollar qanaqa? O'zini sevadigan, hech kimga bog'liq bo'lmagan-da. Biza nimadan? Biza naborot o'zini sevadiganlarni yomon ko'ramiz. Lekin aslida nimaga yomon ko'ramiz? Ular shuni o'ziga позволять qilib, biza qila olmaganimiz uchun yomon ko'ramiz. Yana bitta narsa har doim esingizda tursin. Erkaklar o'ziga ko'p pul ishlatadigan ayollarni yaxshi ko'radi. O'ziga ko'p pul ishlatadigan deganda qanaqa ma'noda? Erini pulini mazza qilib ishlatadigan ayollarni yaxshi ko'radi. Erkakning o'ziga bo'lgan ishonchi, uni pulini mazza qilib ishlatganingizda yana ham ishonchi oshadi. U o'ziga aytadi, "Men zo'r er bo'lib beryapman" deydi. Mana erim, ayolim mendan ko'ngli to'lyapti, demak men zo'r er bo'laman deydi. Ba'zi onalar bor, o'g'il farzandlarini ayaydi. Xotini ham ayasi bo'lardi, men shuncha ayolmanku deydi. O'g'il farzandlarni ayaydigan onalarda ham ularni o'g'il farzandlari o'zini yaxshi emas bola his qiladi. Onasi bilan munosabati yomonlashib ketaveradi. O'g'lingizni pulini qancha ko'p ishlatsangiz, eringizni pulini qancha ko'p o'zingizni loyiq ko'rib ishlatsangiz, ularni o'ziga bo'lgan ishonchi yana ham oshaveradi. Men yaxshi er bo'lib xotinimni ko'nglini to'ldirib beryapman deydi. Yoki bo'lmasa men yaxshi o'g'il bo'lib, onamni mazza qildirib beryapman deydi. Ular o'zidan qoniqish oladi. Siz agar uyingizda pulini, eringizni pulini ayab o'tiraversangiz, u baribir ko'p pul ishlatadigan ayol topadi. Mazza qiladi shuni orqasidan. Erkaklar ayolga pulni sarflagan paytda o'zidagi o'sha kuchli erkakni his qiladi. Kimdir meni pulimga muhtoj, kimdir meni yordamimga muhtoj degan narsani his qiladi ular. O'sha joyda o'zini kuchli erkakligini his qiladi. Shunaqa erkak, kuchli erkaklikka his qilishga qo'yib beringlar ayollar. Ko'pincha biz qo'yib bermaymiz shu narsaga. Kuchli bo'lishiga qo'yib bermaymiz. 2 marta so'raymiz, qilmadimi, 3-chisida borib o'zimiz qilib olamiz. Mana masalan, klubdagi qizlarimizda ham bo'ldi. Ular qo'yib berishdi erlariga. Ishlardan bo'shab olib boshqa qilib qo'yib berishdi. Erlari haqiqatda o'sha bitta ishidan yana qo'shimcha bizneslar qilib, bir narsalar qilib o'zlari qilishdi. Biz ko'pincha erlarimizga ishonmaymiz. Mana masalan, erga ishonmaslik mana qayerdan boshlanadi? Bizda ko'pincha turmushdan keyin boshlanadi. Ilk uchrashuvda biz hech narsani o'ylamaymiz. Ilk uchrashuvimizda o'sha menyuda arzon ovqat tanlayaptimi, qimmat ovqat tanlayaptimi, uni yonidagi puli qancha, bormi, yo'qmi, ular haqida o'ylamaymiz. Menga shu uchrashuvdan meni ko'nglimni olish kerak, menga yoqadigan narsani tanlashim kerak. Men tanlashim kerak degan narsada ayollikda turamiz. Ozginadan keyin juda ham yupqa soch tolasdek joyda ayollik bilan onalik, rafiqalik bilan onalik. Bu paytda biz keyin уже turmush qurganimizdan keyin srazi onasiga aylanib olamiz. Qatga ishlatdingiz, yo'q, kerak emas bunaqa qimmat narsa. Ani avaylaylikda mana buni olaylik. Bizga shunaqa yaxshi xotin tushunchasi erini pulini avaylab ishlatadigan ayol deb berilgan. Erini bordan yo'q qilish kerak ayol deganda bu narsa tushunilmaydi. Siz qanaqa qilib yo'qdan bor qila olasiz? Menimcha adashdimi? Boya bordan yo'q emas, yo'qdan bor qila oladigan ayol bu epli ayol deyiladi. Aslida bu narsa nazarda tutilmayapti. Yo'qdan bor qiladigan degani.
Siz yo'qdan hech qachon bor qilolmaysiz. Yo'qdan bor qilish deganda, masalan, o'sha turmush o'rtog'idagi narsani ko'rsatib bera olish degani. Siz yoningizdan qo'shib bir narsa qilish degani emas. Hozir tushunaldinglar qizlarjonlar. Eri pul bermayapti. Masalan, er ayoliga pul bermayapti. Nima qilyapti er? Ayolidan pulini qizg'anyapti. Aks ettirish bo'yicha nimani ko'rsatib beryapti? Ayol ham o'zidan pulni qizg'anadi degan. Ayol qizg'anchiq ayol degan. Hech kimga hech narsa bergisi kelmaydigan degan. Yaxshi gap ham bergisi kelmaydi, просто tak tabassum ham bergisi kelmaydi, bolalariga chiroyli gap ham bergisi kelmaydi, o'ziga oynaga qaraganda o'ziga maqtov ham bergisi kelmaydi. Faqat kutuvda qolib ketgan. Faqat hamma menga berish kerakda qolib ketgan ayol degan. Sizlarga vazifa mana bugundan o'zgartiramiz. Ko'chaga kiyayotgan kiyimingizni sifatini uyga ham olib kirishni boshlaymiz. Uyda ham kiying o'sha sifatli kiyimlarni. Qo'lingizda обязательно taqinchog'ingiz bo'lsin. Braslet olasizmi? Ну, bilagingizda bo'lsin. Обязательно bo'lsin bilaklaringizda taqinchog'ingiz bo'lsin. Bijuteriya olasizmi, tilla olasizmi, kumush olasizmi, uni umuman farqi yo'q. Xohlasangiz, hozir imkoniyat darajasida, masalan, tillaga imkoniyatingiz bo'lmasa, kumushga imkoniyatingiz bo'lmasa, olavering bijuteriya o'zingizga yoqqan. No, almashtiravering. Hech qachon qo'lingizdan yechmasdan qiling. Qo'lingizni ham shunday noziklashayotganini ko'rasiz. Ayollashishni boshlaymiz qizlarjonlar. Chunki ko'pchiligimiz baribir erkaklashib ketganmiz. Turmush o'rtoqdan so'raymiz. Ikkinchi vazifa turmush o'rtoqdan kichkina narsa bo'lsa ham olib kelib berishini so'raymiz. Ishonch bilan so'raymiz. Bir marta so'radingiz, olib kelmasa, ertasiga o'sha orqangizga qarab yotib, to'msayib xafa bo'lmaymiz. U o'rganmagan, bunga trenirovka qildirmagansiz. Siz olib kelmaslikka trenirovka qildirgansiz yoki bo'lmasam o'rgatgansiz. Qilib bermaganda o'rniga o'zingiz tayyor qilib qo'yishingizni. Men o'sha yaqinda qayerdandir kelayotganimda, taksida kelayotganimda taksist aytibdilar. Men deyaptilar, shu kungacha mana ayollarni aytibdilar. Ayollarga bergan pul hech qachon ortib qolmaydi, ular orttirmaydi deyaptilar-da. Orqasida aytibdilar. Men shu kungacha uyimga zubnoy pasta olib kirgan erkak emasman deyaptilar. Nega olib kirmagan? Chunki deyaptilar, har doim men uyda men uyimda zubnoy pasta bo'lmagan paytini ko'rmaganman. Har doim zubnoy pasta bo'lgan. Kim olib kelib qo'ygan uni? Ayoli olib kelib qo'ygan. Uni umuman ishi yo'q. Erkak har doim faktni ko'radi. Qachonki unga kerak narsa yo'qmi, ana o'shanda olib keladi. U ko'rganida olib keladi. Siz aytyapsiz-da har doim, "Men bu svet kuyib qolibdi, men bu yerda vodoprovod buzilib qoldi yoki zubnoy pasta qolmadi yoki non qolmadi" deyapsiz-da. Aytasiz, "Noliysiz"da, uni kutmasdan o'zingiz olib kelib qo'yaverasiz. Erkak ko'ryapti, har doim non turibdi, har doim zubnoy pasta turibdi. O'sha buzilgan kran tuzatilib qolyapti yoki kuygan lampochka almashtirilib qolyapti. Unga kerak emas, bo'ldi, faktni ko'rdi u. Siz bu yoqda qancha gapirsangiz ham u narsani o'ziga olmaydi, ko'rgan narsasini oladi. Siz ona bo'lib olib, bolangiz uchun fakta hamma narsani tayyor qilib beryapsiz. O'zinglar ham bitta his qilib ko'ringlar, eringiz fakta sizni o'shani nima deydi, katta bolangiz gapni tushunmaydigan boladek bo'lib qolganda, shuning uchun g'ashimiz keladi. Hech narsani qilib bermaydigan erga shuning uchun g'ashimiz keladi. Xuddi bolamizdek qilib olganmiz. O'ynash orttirganning sababchisi o'zim ekanligimni bildim. Chunki qiynalmasin, krediti bor deb pul so'ramasdim, hatto produktga ham. Ko'ryapsiz, siz eringizni ayayotganingizda unga onalik qilayotgan bo'lasiz. Avtomatik buni his qiladi erkak. Erkakning o'zini onasi bor, unga ikkita ona umuman kerak emas, unga ayol kerak. Chunki mana bir xillarda aytiladi mana. Chunki aytiladi mana ona bilan ayolni qaysi biri azizroq deyiladi. Ikkalovining o'ziga xos o'rni bor. Ikkalovi bir-birini o'rnini hech qachon bosolmaydi. Ona bergan narsani ayoli bera olmaydi. Ayoli bergan narsani ona bera olmaydi. Tushuna olasizmi? Shuning uchun o'zingiz o'rningizda qolavering. Onasiga aylanib qoldingizmi, eringizni? Avtomatik u o'ziga ayol berish kerak bo'lgan narsani ayollardan qidirishni boshlaydi. Uni topadi, topmasdan qo'ymaydi chunki. Eringlarga erkakligini qaytarib beringlar. Ularga o'sha g'oliblik his qilishiga qo'yib beringlar. Har bitta erkak g'olib bo'lishni xohlaydi. Nimanidir olib kelib, men qotirib qo'ydim degan narsani xohlaydi. Siz o'sha qotirib qo'ysin-da, eringiz mazza qilib g'oliblikni his qilaversin, yonida mazza qilib erkalanib, o'sha eringizni kakta nima deydi? Mazza qilib yonida yurishga nima yetsin? Shuning uchun g'olibligini o'ziga qaytarib beringlar. Kurashmang.
raqobatchi qilvolmang. Sen menga qilib bermayapsan, men sendan zo'r qilib qilaman. Sen menga pul bermayapsan, sendan ko'p pul topaman degan raqobatga kirishib ketib qolmang, kurashga kirishib ketib qolmang. Raqobatlashadigan ayollar bu erkekligi kuchayib ketgan ayollar. Eri bilan kakdan соперник bo'lgan ayollar, raqobatlashuvchi bo'lgan ayollar. Raqobatlashayotganda erkak avtomatik sizda erkakni ko'rishni boshlaydi. Sizda erkakni ko'ryaptimi? Hech qachon ko'rganmisiz bitta erkak boshqa erkakni oldiga borib, "Voy, assalom jonim, senga nimadir kerakmi? Mana menga o'zing xohlagan narsangni olval" deb aytganini ko'rganmisiz? Unaqa demaydi. To'g'ri, o'g'il bola erkak bilan qanaqa gaplashsa, "Mana buni olsang olval, o'zing topsang bo'lmaydimi yoki bo'lmasa qanaqa qilib yuribsan erkak bo'lib? Tushuna olyapsan, hozir meni his qila olyapsizmi?" Shu narsa bo'laveradi. Shuning uchun ikkinchi vazifa sizlarga uydagi holatimizni o'zgartiramiz. Uyimizga, masalan, o'sha uyga bo'laveradi degan narsalarni o'zgartiramiz. Обязательно mana masalan, shu oshxonaga kiyadigan kiyimingiz boshqa, oshxonada chunki baribir iloji yo'q, yo hidi bo'ladi, boshqa bo'ladi. Uyga kiyadigan, masalan, uyda yurganda kiyadigan kiyimingiz umuman boshqa bo'lishi kerak. Masalan, хотя бы bitta xalat kiyib olib ustingizni yechsangiz ham ichiga unchalik o'tib ketmaydi, yog'ingiz hidi. Bu narsalarga e'tibor berib, uyingizdagi holatingiz xuddiki o'sha to'yga qanaqa borsangiz, xuddi shu holatda yurish. Masalan, yana bitta narsa bor. Bizdagi o'zbek ayollarida faqat tashqi dunyo uchun yashash bor, o'zi uchun yashash yo'q. Oilasiga ham berish yo'q-da. Masalan, o'sha bitta qiziqchi o'shani aytib chiqqan, Madonna Choyna deb. Ozod Shukurullayev aytib chiqqan edilar. Madonna Choyna deb. Biza idishlarni ham hattoki mehmonlar uchun, boshqalar ko'z uchun olamiz. O'zimiz o'sha eskiroq idishlarda ovqatlanamiz. Sizni masalan o'sha holatingizdan kelib chiqib, sizni eringiz qanaqa qilib qirol bo'lishi mumkin, qanaqa qilib siz qirolicha bo'lishingiz mumkin. Sizni nazaringizdagi qirolichalar boshqa, o'sha idishlarga loyiq insonlar boshqa. Tushuna olyapsiz? Mana shu narsani olib kira olish his qilib oling bitta. Bir kunga mana shu o'zingizga qirolichalikka ruxsat bering, bir kunga o'sha asrab qo'ygan, mehmonga deb qo'ygan idishlaringizni ishlatib, bir kunga ujinda o'shalarni ishlatib, chiroyli qilib, mehmonga deb olib qo'ygan dasturxoningizni solib, bunda ham holatingiz o'zgaradi, kayfiyatingiz o'zgaradi, sifatni his qilishni boshlaysiz. Qachongacha shunaqa yashaysiz? Qachongacha yig'gan pulingizni boshqalarga ko'rsatish uchun yashaysiz? Masalan, oddiy mana xonadonlarda ko'raman, mehmonga borib qolsak, ko'rpachasini almashtirib solib qo'yishadi. O'zlari o'tirgan ko'rpacha boshqacha. Yoki bo'lmasa o'zlari bolalarni kirgizmaydigan xonaga kirgizishadi. To'g'ri, mehmonning hurmati degan narsa bor, lekin o'zingizga loyiq ko'rmagan narsani boshqalar sizga loyiq ko'rmaydi. Sizni sifat darajangiz o'zgarmaydi degan. Bolalarni o'rgatganda ham bolalarni oldiga biz ko'pincha nimalarni solib qo'yamiz? Kir dasturxonni solib qo'yamiz yoki kirga moyilroq yoki ustidan klyonka solib beramiz. U bolalar hech qachon oppoq dasturxon ustida mazza qilib ovqatlana olmaydigan bo'ladi. Oq dasturxon, oppoq toza dasturxonning ustida o'tiribdimi bolalar? Bir marta to'kadi, artib olasiz. Top-toza turgan narsani kir qilmaslikka harakat qiladi. Unda уже shu narsa yoqiladi, shunga tayyorgarlik bo'ladi. Biz ko'pincha o'sha kirligi bilinmasin deb kirga nima deydi? Kiri bilinmaydigan, kirchimol narsalarni olishga harakat qilamiz. Uychiga ham xuddi shunaqa olamiz. Nega yuvmasdan kiyib yurishingiz kerak o'zi tegida? Nega kirga kir bilinmaydigan narsalar olishingiz kerak? Nimaga o'zi unaqa qilishingiz kerak? O'zimizga kelganda ko'pincha ayaymiz. Masalan, men kosmetologga borgan paytimda ko'rganman. Ikkinchi ayollar borgan. Birinchi ayollar borganlarni ko'rganman. O'sha yerda ikkinchi ayollar aytyapti, kosmetologga aytyapti. Qaysi protsedurangiz eng zo'ri deyapti. Eng zo'ri. Eng qimmati, eng zo'ri deyapti. Qaysi biri zo'r turadi deyapti. Qaysi biri yuzga zarar yetkazmaydi, qaysi birini effekti zo'r, o'shani qilib bering deyapti. Pulini so'ramayapti. Mana shu deyapti, $500, $600 deyapti. Birinchi ayollar, erini ayab o'tiradigan ayollar kelyapti-da, mana shu necha pul deydi. Birinchi pulini so'raydi. Yaxshi ta'sir qiladimi, qilmaydimi, unisi bilan ham ish yo'q. Bunisi uncha yaxshi emas, ko'pga yetmaydi desa, shuni ham arzon qilib bera olmaysizmi deydi. Savdolashadi, o'sha arzon narsani ustida yana savdolashadi. Yo'q, qilib bera olmayman desa, bo'pti, men unda erimdan so'rab kelay, erim bilan maslahatlashib, keyin qilaman deydi. Erkak hech qachon sizga borib yuzingni qildir, qoshingni qildir, sochingni qildir deb aytmaydi. Ko'chadagi masalan qaysi ayol yoqayotgan bo'lsa, erkaklar har doim natijani ko'radi.
Ular tushunmaydi. U qoshini boshqacha bo'yab olganini, labiga boshqacha pomada surganini, sochida keratini bor laminatsiya qilinganini erkak tushunmaydi. U narsalarga uni aqli yetmaydi. U prosta natijani ko'radi. Ko'chada chiroyli bo'lib yurgan ayolni ko'radi. Uni hidi kelishi mumkin. U tushunmaydi qaysi atirni sepib olgan, nimani qilib olganligini umuman tushunmaydi. Lekin bizda ko'pchilik o'zbek ayollarida judayam ko'pchiligida ikkinchi ayol muammosi yoki bo'lmasa xiyonat muammosi. Turmush o'rtoq xiyonat qiladi. Hammasi birinchi o'rinda o'zingizga pulni ayashdan boshlanadi. Kichkina narsada haddingiz sig'ib turmush o'rtog'ingizdan bitta pista so'raymiz, bitta shokolad so'raymiz. Mana shu narsa loyiq ko'rmaymiz. Qattiqroq pulga debdilar, menimcha xohlayman, so'ramasimdan pul bersa deyman debdilar. Pulga qattiqroq erkak degani, demak siz ham shunchalik o'zingizdan pul qizg'anasiz degan, boshqachasi bo'lmaydi. Nega o'sha pulini tiyinlab sanab xotiniga beradigan erkak nega anta ko'chadagi boshqa ayolga o'ylamasdan pul sarflab yuboradi? Hozir gap erkakda bo'lyaptimi shunda? Nega masalan mana pul sizga bermagan ba'zilarda bor, mana eri xiyonat qilayotgan ayollar bor. Mana masalan eri xiyonat qilayotgan ayollar bor. Lekin nega sizga pul bermaydi, lekin nega o'sha boshqa ayolga pul beradi? Gap eringizdami? Umuman eringizdda emas. O'sha ayolda, sizlarda ayollarda gap. Chunki o'zingizlarni loyiq ko'rmayapsizlar. O'zingizlar ayab o'tiribsizlar. Bittanglar ona bo'lasizlar, bittanglar ayol bo'lasizlar. Gap shunda. Har doim bitta narsani hisobga oling. Har bitta inson mehnati ko'p singan narsadan voz kecha olmaydi. Masalan, bolangizni bitta o'zingiz boqyapsiz, kelin kelganda qizg'anish qayerdan paydo bo'ladi? Chunki o'sha bolangizga ko'p mehnatingiz singib ketgan, o'zingizdan kechib berib yuborgan paytingiz bo'lgan. Bolangizni prosta tak berib yubora olmaysiz kimgadir. Yoki bo'lmasam, eringizga, o'zingizdan kechib eringizga ko'p mehnat qilgansiz, xiyonat qilsa, o'zingizni o'ldirib yuborish darajasida tushkunlikka tushasiz. Nimaga? Chunki o'zingizdan kechib ko'p mehnat qilgansiz. Yoki bo'lmasam, shunga o'xshagan avaylab, asrab qilayotgan gilamingizni kimdir kelib yomon qilsa yoki kimgadir berib yuborishga ko'zingiz qiymaydi. Nega? Chunki sizning mehnatingiz singan. Xuddi shunaqa erkakni ayolga nisbatan qanchalik mehnati ko'p singan bo'lsa, o'sha erkak o'sha ayolni yo'qotishdan qo'rqadi. Bu ham haqiqat qizlarjonlar. Shuning uchun o'zingizlarga pul ishlatishdan yoki bo'lmasa turmush o'rtog'ingizdan haddingiz sig'ib kichkina narsalarni so'rashda imkoniyat darajasida. Men boshiga o'tirib olib, so'rab, miyasini qoqib yuboring demoqchi emasman. Etap bo'ladi bu narsalar hammasi. Kiyayotgan kiyimingiz, uydagi holatingizni sifatini oshiring. Uydagi holatingiz menga bo'laveradidan chiqing. O'sha chiroyli narsalar, erkaklar masalan, eringiz ko'chada qanaqa ayollarga qarayotgan bo'lsa, uyda siz shu holatda yurib bering, eringizga kerak bo'lmaydi umuman u narsa. Yana bitta narsa bor, mana puldagi holatdagi, turmush o'rtog'i bilan munosabatdagi. Boshida turmushga chiqqan paytingizda spalningizni qanaqa yaxshi ko'rgansiz, qanaqa e'tiborli bo'lgansiz, hidlaringizga qanaqa e'tiborli bo'lgansiz, kiyimlaringizga 10 marta oynaga qaragansiz bitta kiyim kiygandan keyin. Yangi kelin paytlaringizda baribir qanaqadir boshqacharoq bo'lgan. Lekin vaqt o'tgandan keyin o'rganish, katta o'zingizniki bo'lib ketdi. O'sha erkakligi esingizdan chiqib ketdi, o'zingiz ayolligingiz esingizdan chiqib ketdi. Mana shu joydan o'sha balans buzilishi boshlanaveradi. O'sha paytlarni bitta eslaysiz, o'sha ayollik his qilgan holatlaringiz eslaysiz, sekin-sekin olib kirishni boshlang. O'zingizdan qizg'anmang hech narsani. Boshida mana qizg'anmasdan hozir oling deyman. Oling deganimda o'sha pulingizni bo'ldi deysiz, qaror qilasiz, olayotganingizda o'sha titrash bo'lishi mumkin. Boshingiz og'rib qolishi mumkin. Mana shu psixolog gapirsa borib og'ribman deb afsuslanishingiz mumkin. Bu ham bitta etap. O'tib olganingizdan keyin sekin-sekin o'sha bemalol pul ishlatadigan bo'lasiz. Bu ham norma holat. Sizni ongingizda sodir bo'layotgan narsalarni tanangiz yashab o'tib beraveradi. Hammasi shu qadamni qo'yishdan boshlanadi. Uchinchisi, har oy o'zingizga ishlatadigan narsalaringizni ro'yxati bo'lishi kerak. Har oy sizda ishlatiladigan narsalarning sifati oshishi kerak. Yoki mana dam olishga qanaqadir prosta ko'chada aylanib kelishga yoki uy ichiga kiyim, o'sha 4 ta holatingizga mos kiyimmi yoki pul yig'sangiz bo'ladi. Juda olishga anoningiz bo'lmasa, o'zingizga katta kichkina korobkacha qilib qo'ysangiz, masalan, qirolichalik holatingiz uchun
ma'shuqalik holatingiz uchun, qizaloqlik holatingiz uchun, bekalik holatingiz uchun deb pul yig'sangiz bo'ladi. Masalan, bunga ham eringizni olib, qirolichalik holatiga bilim olishingiz mumkin yoki bo'lmasa qanaqadir kiyimlar kiyishingiz mumkin yoki shunga mos qirolichalarga xos nimadir olishingiz mumkin o'zingizga. Ma'shuqalik holatiga ichki kiyimlar olishingiz mumkin o'sha pulingizga. Ma'shuqalik holatiga mos keluvchi yoki bo'lmasa ma'shuqaligingizni oshirib beradigan nimadirlar qilishingiz mumkin. Tanangizga uhud qilishingiz mumkin, atir qilishingiz mumkin. Shundoq kiyimingizdan shirin hid kelib turadigan yoki bo'lmasa o'sha sochingizga ma'shuqalik holatiga pul yig'sangiz bo'ladi. Qizaloqlik holatiga o'zingizga masalan o'sha развлекательный sentrlar bor. Masalan, batut sentrlar bor, borib mazza qilib sakrab kelsangiz bo'ladi, kachelilarda uchadigan parkka bolalaringiz bilan. Yoki bo'lmasam o'zingiz aylanishingizga. Qizaloqlik holati uchun pul. Bekalik holatingiz uchun pul. Bekalikda ham masalan o'sha uyingizni ishlarini qilayotgandagi holatingizga pul. Qanaqadir nimanidir o'zgartirmoqchimisiz, nimanidir qilmoqchimisiz, kiyimda bo'ladimi, boshqa narsada bo'ladimi, o'sha narsalaringizga ham etapma-etap pul yig'sangiz bo'ladi. Agar bittada bermasa turmush o'rtog'ingiz demoqchiman. Siz o'zgaryapsizmi? Sizni pulga bo'lgan nazaringiz o'zgaryaptimi? Eringizni tan olishdagi, erkakligini tan olishga bo'lgan nazaringiz o'zgaryaptimi? Avtomatik o'zgaradi. Chunki yo'q. Hozir mana hamma eri pul bermaganiga unga nom qo'ymagan. Nima deb nom qo'ygansizlar erlaringizga? Yozib yuboringlar bitta. Pulga qattiq. Zo'r. Yanachi? Yana nima deb qo'ygansizlar? Ziqna deydi-yu, ziqna chol deydi-yu. Zo'r. Toshsiz pulga deyman. Tosh po'lat. Oho! Zo'r. Uyalaman debdilar. Yana e'tiborsiz yozinglar. Egoist. Faqat o'zini o'ylaydi debdilar. Egoist debdilar. Qizlarjonlar, bugundan hozir eringiz qanaqa bo'lishini xohlasangiz, unga bergan nomingizni o'zgartirasiz. Aslida biza kimga qanaqa nom bergan bo'lsak, o'sha bergan nomimizni ular oqlab berishga harakat qiladi. Har bitta ruh siz bergan rolni ijro qilib beradi. Demak, unga jimot deb nom berganmiz, jimotlik qilib beraveradi. Qurumsoq deb nom berganmisiz, qurumsoqlik qilib beraveradi. Nimalik qiladi? Nom qo'ymaganman debdilar, 100% nom qo'ygansiz. Men ko'p isrof qilaman, vijdonim qiynaladi. Aslida isrof qilmaysiz. Biza shunaqa deb o'ylaymiz. Bu investitsiya. Har doim shunaqa deb qarang. Sizga o'sha hattoki shaxsiy vertolyotingiz bo'lishini xohlashingiz ham bu ham norma. Shaxsiy samolyotingiz bo'lishini xohlashingiz ham bu ham norma. Bizda isrof tushunchasi qachon isrof bo'lmaydi. Faqat ro'zg'origa tiqsang, yeb ichishga tiqsang, bolalaring oyog'i ko'kdan nima deydi, krossovkasi yirtilmagan yaxshi kiyimda yursa yoki sen o'zing yaxshi bo'lib yursang, uyingda hamma narsang yetarli bo'lsa, bo'ldi, qolgani isrof deb tushuntirilgan. Umuman bunaqa emas qizlarjonlar. Yulduz opa, mani erim menga bolalarimga nisbatan mashinalarga ko'proq e'tibor beradilar. Mashinaga ham rasxodga qiynalmay og'rimni ishlatadilar. Nimaga shunaqa deyotgan bo'lsangiz, mashinadan ko'proq zavqlanadi degan. Mashinasidan ko'proq mazza qiladi degan. Mashinasi orqali o'zini erkak his qiladi ko'proq degan. Oilasida ayol orqali erkakligini his qilmayapti degani. Kim tan olsa o'sha erkakni, o'shanga ko'p pul beradi. Kimdan qancha energiya olayotganiga, kimdan zavqlanayotganiga qarab o'shanga pul beradi. Masalan, bir xillada bo'ladi, xotiniga bermaydi, onasiga beradi. Ona tan olayotgan bo'ladi uni, erkakligini ko'p pul topa olishini, qo'liga pul tushsa menga olib kelib bera oladi degan onani ichida ishonchi bor. Shuning uchun onaga ko'pincha pul ketib qolishi mumkin. Yoki bo'lmasam ba'zilarda onaga pul berish bo'lmaydi, ayoliga pul berish bo'ladi. Ayolini ichida ishonchi bor. O'sha eri zo'r pul topa olib, unga berishiga. Juda ham katta anular bo'ladi qizlarjonlar. Bizda katta ustanovkalar bor. Bu narsalar bo'yicha masalan konsultatsiyalarda, coachinglarda ishlaymiz. O'sha qizlarimizda masalan o'sha bir kunni ichida natija bo'lgan qizlarimiz bor. Bir haftani ichida natija bo'lgan qizlarimiz bor. Katta kreditlarni yopib yuborgan qizlarimiz bor. Hammasi sizni o'y xayolingizga bog'liq qizlarjonlar. Hammasi sizni ichingizdagi nazaringizga bog'liq. Sizni nazaringiz o'zgardimi, sizni o'sha vaziyatlarga munosabatingiz o'zgardimi, avtomatik atrofingizdagi dunyo o'zgaraveradi. Bo'lmasam qizlarjonlar, biz sizlar bilan chatimizni yakunlaymiz. Xudo xolasa, keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha. Uje sizda hozir nazaringiz o'zgarganini o'zida ham sizda uje natijalar boshlanadi. Hozirni o'zida mana anglash keldimi? Angladingizmi?
bo'ldi уже natija boshlandi degan. Ilohim erlaringlar boyib ketsin, pullari judayam ko'p bo'lsin. Sizlar ishlatib charchamanglar deydi-yu. Olishda davom etamiz xudo xolasa pullarni.